Shu yonimizda ko'rib turgan belaruslarning hammasi Rossiyadan o'tgan birinchi qo'l olib kirishgan. Ushbu balishni moslarimizni ham narxini ancha yengillatib qo'yishibdi. Yangi yupska zatnimiz korobkalarimiz ham bor. 1025, 1221 larga ham hamma zapchastlarimiz bor. Zavod radiatorlar nima deyapti? Bitta qo'yibsizlar, texnikalaring shu bilan qizimaydi. Faqat bu yerda eski yupska, yangi yupska zapchastlarimiz ham bor. Bemalol kelib ishlayni bitirasizlar. Qobulos kanaliga like bosasizlar. 45-43 motorlarimiz ham hozirda sotuvda bor. Ushbu moslarimizni 82 ga kamplik holatda qilib berishadi. Video davomida qo'ygan hamma zapchastlarimizni narx-navolar bilan qo'yib chiqarib o'rganamiz. Videomizni oxirigacha ko'rasizlar, albatta obuna bo'lasizlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Sirdaryo Guliston bozoriga kelganmiz. Video davomida ko'rgan har bitta texnikalaringni aniq-tiniq narx-navolar bilan tanishtirib chiqqanman. Albatta shu kanalimizga like bosib, obuna bo'lsalaring, sizlarga shunday arzon texnikalardan qo'yib chiqarib boramiz Qobulos kanaliga. Shu kanalimizga like bosib qo'yasizlar. Shu kanalimizda yangi videolarni qo'yib chiqarib boramiz. Shu Rossiyadan o'tgan birinchi qo'l Janubiy ekamizdan narx-navolar bilan tanishtirib chiqamiz. Video davomida ko'rasizlar, tanishasizlar. Shu texnikalarimiz yurib turganlari ham bor. Hammasini narx-navolari bilan tanishtirib boramiz. Shu videomizni boshlaligunda bir boshdan sizlarga narx-navolar bilan o'zim tanishtirib chiqaman akalar. Ushbu yangi yupska 82 miz shu holatida 35 million ozgina kam bor deb aytib o'tishyapti. Ko'rib turibsizlar, mana shu holatda komplet bo'ladi. Bu yangi yupskamiz. Bu tomonda eski yupskalarimiz bor ekan. 20 milliondan komplet holatini tanlab olishaverar ekan. Bu yerda zapchastlarimiz 1025, 1221 hamma turdagi zapchastlarimiz bor. Rossiyadan birinchi qo'l olib o'tishadi. Akalarimiz ko'pchilik tanishadi. O'zbekiston akamiz tanib bo'lishdi. Ancha zapchastlarni arzon berishyapti. Ko'rib turibsizlar, bu yerda hamma texnikaga zapchast topsalaring bo'laveradi. Belarus yangi yupska, eski yupska hammasidan bor. Bu tomonda perdoylarimizni ham ko'rsatib chiqamiz. Bu tomonda mana 3 oldirakka shu holatda bartoyimiz 15 millionga beraveraman deb aytib o'tishyapti. 15 million. Akamiz telefon nomerlari yozilgan, aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda balishni moslarimiz bir 15 ta bag'ida ekan. Ushbu balishni moslarimizni 45 milliondan komplet holatda kardan pardan balonlarni qo'yib beraman deyishyapti. 45 milliondan tanlab olishaveradi deb aytib o'tishyapti akamiz. Xo'p, bu tomondagi ko'rsatib qo'yamiz. Endi bu tomonga keladigan bo'lsak, 82 952 texnikalarimiz bor. Yillari 2014, 2013, 2015 holatda texnikalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, ushbu holatda 82 miz 50 million deb aytib o'tishdi. 50 million kam bor. Ozgina bo'ladigan deb aytayaptilar. Bu tomonda esa 952 miz, bunimizda 60 million deb aytib o'tishyapti. Radiatorlarimiz bor. Radiatorlarimizga ham alohida qaytamiz. Shu texnikalarimizni ko'rsataylik, bir boshdan sizlarga tanishtirib boraveramiz. Bu yerga kelib texnikalarimizni komplet holatda yig'ib ketsalaring ham bo'laveradi. Bemalol kelib akamiz o'zlari bilan gaplashasizlar. Har tomoniga akamiz kelishaveradi. Bu tomonlardan ham aka ko'rsatib qo'yasiz. Texnikalarimiz yaxshi urinib ketmagan. O'zim ham ko'rib, havas ko'zim bilan qarab akamiz ishlarini kuzatib boryapmiz. Bu tomonni ham ko'rsatib qo'yasizlar. Bu ham shu yangi yupska narxini aytib o'tilgan, ya'ni isitma qilib qo'yaman, 35 milliondan mana shu holatda bo'ladi, komplet holati. O'sha koja, zatnimoz, korobka, baksaklari bilan qilib berishadi. Bu tomonda kabinamiz narxlari. Kabinamiz holatlari ham juda ham ideal holatda. Gidetda bir nechta kabina bor aka? Ko'paygan kabina emas, 4 ta 5 ta kabina bor ekan. Va bu tomonda ham kabinalarimiz bor. Xo'p, bu 81 perdoygimizga keladigan bo'lsak, yangi yupskasi ichida prujinasi bor 10 million deb aytib o'tishyapti. Ichida prujinasi yo'q bo'lsa 8 milliondan deb aytib o'tishyapti akamiz. Mana tiklanyapti ham. Bu yoqda mana 82 ga yonadigan balishni moslar. Akalar 82 zo'rlari bor ekan bu yerda balishni o'zimizda oddiy moslardi. 27 milliondan kelib tanlab olishaveradi. Komplet holatda qilib beraman deb aytib o'tishyapti. Kardan, patlizoy, qishloq xo'jalikda narsalarni ham topsalaring bo'laveradi. Nafaqat bu yerda hamma Belarusga hamma zapchast bor. Belarus texnikalar bo'yicha. Bu yerda yangi yupska, eski yupska ham bo'yicha akamiz olib kelib qo'yishgan. Bemalol kelib ishlaringni bitirib ketaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab o'z shu yerga kelishyapti. Guliston Sirdaryo bozor deslaring juda ko'pchilik bilishadi. Aka bu tomondan ham ko'rsatib qo'yasiz. Qo'shiqlarimiz bor. Jonibek aka, qo'shiqlar yangi yupska, eski yupska narxlar qana bo'lyapti aka? 7 million yangi yupska,
eski yükseler 4 milyon 3 milyon hava holat. Yangi yupska 7 million qo'shiqlarimiz, eski yupskalarimiz 3 million 4 million holatiga qarab. Endigi holatda radiator yozgi kuniga juda ko'pchilik akalarimiz radiator qizib ketyapti. Xitoy radiator qo'yib qo'yishgan. Vayda shu Rossiya o'zining zavodskiy radiatorlaridan bor 1 milliondan 2 milliongacha tanlab olaverasizlar. Ko'rib turibsizlar. Hozirgi holatda 43 motorlarimiz hop qora motor qancha edi aka? 15 millionlarmi? 17 millionlar. 17 million qora motor, 45 motor endi keladi. Kelganda yana xudo xolasa obzor qilib sizlar buni ko'rib chiqamiz. Mana qo'shiqlarimizning holatlarini ham ko'rib turibsizlar. Qo'shiqlarimizda ham yorug'lari yo'q. Bu tomonda yaxshi holatda mana palovozlar. Bartovoyda palovoz qilaman desalaring. Aka bu mana uzun palovozlar necha puldan chiqaryapsiz aka? To'g'ri palovoz. To'g'ri palovoz bormi? Yangi yukselar 6 million, eski yukselar 4 million. Yangi yupskalar 6 million, eski yupskalar 4 milliondan qilib berilaveryapti. Mana ko'rib turibsizlar, bak disklarimiz bu tomonda radiatorlarimiz bor. Orqa tomonlarda ham zapchastlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Nimagaki, kela olmayotgan akalarimiz juda ham ko'p. O'shanga qanaqa zapchast borligini ilojini boricha sizlarga keltirib berishga harakat qilyapman. Demoqchimanki, yanada yaqinroq qilib. Aka orqa tomonini ham o'tib bitta ko'rsatib qo'yasiz. Men o'zim ham texnikaga qiziqaman. Texnikaga qiziqqan inson hamma detallarini ko'rsatgisi keladi-da, obunachilarga ulashgisi keladi. Obunachilardan bitta podeshka shuki, obuna bo'lsa bo'ldi. Bu tomondan ham ko'rib turibsizlar, hamma zapchastlarimiz bor ekan. Hammasi shu Rossiyadan o'tgan zapchastlarimiz. Bu tomonda texnikalarimiz orqa holatlari. Mana ko'rib turibsizlar. Bu tomonda eski yupska qo'shiqlar shu 4 milliondan 3 milliongacha holatiga qarab ekan. Sizlar uchun mana temir tesillar orasida video yaxshi chiqsin degan maqsadda bu texnikalarning orqa chayonlari. Bu tomonda kabinalar. Hozir kabina narxlarini ham bilib olamiz. Hozir kabinamiz narxlarini ham bilib oldik. 15 milliondan 16 milliongacha deb aytishyapti. Kabinaning holatiga qarab 25 millionlik kabinalarni ham o'zim ko'rganman. Juda ham tiniq holatda hozirgi kabinalarimizni ham holatlari lekin ko'rib turibsizlar. Bu tomonda mana ko'lar. Men o'zim ham maza qilaman bunaqa video olsam. Nimagaki temir tesaktichi yoqadi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Eshigimiz doimo ochiq. Xudo xolasa akamiz o'zlari kutib olishadi. Chiroyli narxda qilib berishaveradi. Hamma tomonlar Belarus texnikasiga hamma zapchastlarimiz bor. Manzilimiz Sirdaryo Guliston bozori. Videomizda xato kamchilik bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Qobuljon shu yerda noto'g'ri ketdi deb yozsalar, men o'zimni ayb kamchiliklarimni to'ldirib, yanada sizlar uchun kontentlarda chiroyli qilib olib borishga harakat qilaman. Endi holatda yangi yupska texnikaga zapchastlarimizni ko'rsatamiz. Bu tomonda ham ko'rib turibsizlar. Yangi yupskaga hamma zapchastlarimiz bor, ichkarida ham. Bu tomonda Belarusiyadan kelgan aynaklarimiz, shu Belarusga hamma aynaklari bor. Zavoddan chiqqan. Ko'rib turibsizlar. Telefon qilarsa, o'sha kerak bo'lsa arzon narxda dastlabki xizmatlari ham bor, kelishilgan narxlarda. Bu tomonda mana metro zanjirlar. Bu tomonda ham shu mayda-chuyda temir tesaklar. Hamma temir tesaklarimiz bor. Kimgaki balon kerak bo'lsa, mana balonlarimizni ham, rabotchi balonlarimizni ham akamiz qo'yib qo'yishgan. Shu holatiga qarab telefon qilasizlar, kelishtirib berishadi. Shu motorlarimiz ishlab yurib turgan holatida. Val 1221larga starter mana zavodskoy 1221 vallar ham juda ko'p kerak bo'lyapti turadi degan akalarimiz bor. Endi holatda mana eshiklar, kaputlar, gulishiter. Endi yangi yupska zapchastlarimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tepada mana apparat bor. Korzinkalarga zapchast. Bu tomonda 81-82 larga silindrlar, eshikda ichadiganlari, zamovlar, rezinka, bu
Favoritga qo'ygani. Bu tomonda 82 ga diskga Xitoyniki emas, shu Rossiyadan o'zidan olib keltirishgan akamiz. Ko'rib turibsizlar, va'da rezinkalarimizni ham hammasida bor akamizga murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarini ham ularga qo'yib qo'yishgan. 82 ga oldiga tovog'i bo'ladi bu. Janib akamni o'zlari kelasizlar, murojaat qilasizlar, Alloh xolisa. Xizmatdamiz. Xudo xolasa. Chiroyli qilib aka, o'zimizni obunachilar uchun mana shuni olasiz. Chiroyli qilib, Xudo xolasa, traktorchi aka, insonlar kuzatadi. Bo'ldi. Halol mehnat qilib aka, hammamiz qo'ldan kelgancha chiroyli bahoga qilib berasiz aka. Nasib qilsa Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Kelaverasizlar xizmatdamiz. Bo'ldi aka, Xudo xolasa siz bilan ham yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Akalar, shu akamiz oldiga kelasizlar, Xudo xolasa murojaat qilasizlar. Qobulingizdan chiqdim deb aytsalaring, shu ilojini boricha aka yengilroq qilib berasiz. Albatta. Hammamizda ham rizqimiz bor aka. Demoqchimanki aka, dastlabki xizmatlarni ham qo'yib qo'ygansiz, ularni ham aytib o'tdim. Bo'ldi, akamizni eshitdilaring. Karlarni yuklab, zapchastlarni chiroyli qilib sartaroqqa qilishyapti akalarimiz. Tomonlardan. Zanjir metroga ham ketaveradi deb aytdim aka, ularni ham xudo xolasa chiroyli qilib berasiz aka. Aloqaga chiqadi, gazni bosasizlar, xudo xolasa traktorchilardan podishkani zo'rini kutib qolamiz. Akalarimiz mana ishni bosishyapti.